Hürmetli vatandaş, endilikte İngilizcelik siyasiyon ve siyasi sosyolog Charles Bolger'ın Yakup Bey'in tercümalı mavzuluk kitabıdan leksiya sözlerimiz vatandaş. 12. bab Yakup Bey bilen Cungo oturusudaki ahırkı uğraş ve Yakup Bey'in halakiti. Ne degen zerdilik gepe ama halakiti degen gepe. 1876 yılı keçküzgüsü Yakup Bey üzden şart taraf çigrası şahsen anca ehmiyet vermeyen idi. Kaça takmok fikirde. O birinci katımlık Tungan oruşidini ve küçağını tartıp algan deyken koşup algan raylarının tertibini saklaş. Ve o ziminli cunguluklarının tecavüzünü saklaş vazifesini oğluna ve yardımcılarına tapşırgan idi. Tahminen şu ile 9. aylarda bolsa gerek ayıqaqçılar, cunguluklar Tanrı tağının şimalıda peyda bolupdu. Ula Ürümçini tartıp aptımış, Manasını ciddi muasirge ele aptı dek, Gərtnin ilgar teknikisi bilen kurallangan 100.000 kişilik koşunu bar imiş. Degenge oxşaş galt haberlerini Kaşgarga yetkizdi. Ula yetkizge bu haberler kıska ama korkunçluk idi. Kaşgarya hükmüranla bu haberini anlagan deyken kullangan hareketlerine bayan kılıştı ilgiri. Cungariyada üstün tut peyda bolgan Cungo koşullarının tarihi üstüne toxtulup öteyle. Vakaliknin terakkiyatı bekip Cungo hükümeti Taiping Tiango bilen Pantayla peyda kılgan yeğilikni el kılgan ve naiti kalaymakan bulup ketken. Cayladaki ters nesli keltirgen koşullarını retlep cenguvarlıkını aşırgan deyin ki ya. Özünün dikkat itibarlı ezelden köp gelip otkan gençi ülküsünün sırtı dike. Tungan siyancılarını cezalaşkı yetkili. Ula yönlen ülküsü de galba kılgan koşullarını takip etmezden çöllüknün sırtı dike raylarda elip barılgan yeni cenlerge katlaştırış için yetkep geldi. Hanның yarlığı kon askerlerge yetkizilgende ahvalının kandak bulduğallığını anç köp oylamaylı düşeni geli buluda. Barlıkta, yarlıkta barlık sadakatmen herbilerinin öz devletinin şan şerifini ve ayağa sıkılgan dinli kovdaşın Tungan köçmenlerini cezalaşka çakırak kılındı. Camiyavudak generallarının kızgınlık bilen başlamçılık kılıç arkası da koşundu ki askerlerinin hemisi tezlikte harekete geldi. Bunda tolup taşkan cengivarlık şaraiti bizge Rim imperiyası devrini yeni bir kıtım esletti. Şu çağlarda bir ülkenin ıstila kılınışı yeni bir yeni kalbige mukaddime bulup kalattı. Halbuki her katımlık uruş katlaşkan koşullar içinde aldığın katım ki uruş katlaşkan konu askerler bulattı. Şunda kılıp Dali vilayet uğraşıdaki galıpla Siçven ve Şenşi ülkelerini kesbitip Gensu ülkesinin merkezi. Lencu vilayeti itibat bu yerde ülkenin her bir valisi, her bir lazım ettiklerini toplap ve talim terbiye görgen askerlerini asas kılgan halda yeniden asker edip koşunlup tecavüz koşunga tetiğidek derecedeki ayttı. Bazıları tevekkelçilikten menbesi mındak bir siyasi mundadın kelip çıkan yani han cemaati talim terbiye görgen bu bir türküm her bile eğer Cungo'nun özü de turuyverse təsir küçüge ige suikastçiler yoki saltanatga xiris qilib atgan qarniyat bilan tarafidin payinlib ketishidin ansirab ularni mush ishqi maqsadlik oldi avatgan deb hisobladi. Bu fikrning hali ko'p asosli ekanligini inkor qilmaymiz.
Bundaq parazning zodi qanchalik asosli ekanligidan qat'iy nazar shuni jazmlashtirishga bo'ladiki, Yunanda garnizonlik vazifasini o'tishsin bo'ladigan, qisqa o'timisimi bo'ladigan, poytaxtdan yiroq Agri-To'qay yo'llar orqali g'arbiy shimol chegaradagi o'lka shahri bo'lgan Lanjo viloyatiga yo'tkab kelinib, bu yerda buningdan bir asr ilgari Jungo Uyg'uristonni istilo qilgandan buyon bir qatimliq eng mushkul harbiy tavakkalchilik uchun tayyorlik qildirib o'tadi. Maqsad nima deganga? Bu yerda Jungo degani Manjuriya deb tushuning Manju askarlari. Bu qatimqi yo'tkilishdan qaysi vaqtga boshlanganligi haqida aniq bir nima deya olmaymiz. Ammo 1874-yilning oxirlari Jungo qo'shinining Chapabul qismlarining g'arb taraf yurish qilishga boshlaganligidan şöhbilinishga bo'lmaydi. Lanjo viloyati bilan Qumul orlig'ida Qaqos cho'lining uzunligi oz deganda taxminan 900 mil keladi. Ammo Jungoliklar bosib o'tgan masofa 1200 milga yaqin keladi. Ular asosiy qo'shinning ilgarilashiga to'sqinlik qiladigan bu qiyinchiliklarni yengish uchun bir qish hatto 2 qish vaqt sarf qildi. 2 yil tayyorlik qildi degan gapdi. Qildi, ammo bu orliqda bosh shtabmi, jimyatmi deb bosh shtabdagilar bu yerda nurg'un qurol-yarog' va harbiy vaziyatlar zapis to'plab oldi. Yangidan askar oldi va tarbiyaladi. Uning ustiga butun Osiyoni zilzilaga keltirgan, Yevropani zilzilaga keltirdi degandimi? Urush planlarimo Gansi harbiy valisining va uning iqtidorlik yordamchilarining qatnashi bilan tuzib chiqildi. Demak, buning Xinjiangga Xitoy Xinjiang degan rayonga Uyg'uristonga tajovuz qilishi shu vaqtda butun dunyo diqqat qilgan bir masala degan gap bo'ldi. Oxiri cho'l bayovan atyoz faslining yetib kelishiga ergishib, Jungoliklarning 50 ming askari qumliqni kesib o'tadigan uzun yo'lni bo'ylab yo'lga chiqdi. Ve Tangritog'ning janubi ham shimoliga taqim munbat rayonlarga qarab ilgirladi. Jingbao gazetining bu tavakkalchilik to'g'risidagi tafsiliy ahvolini xabar qilmay turib olganiga qaraganda bu ish intayin maxfiy tutilgan edi. Kimdan maxfiy tutdi? G'arbiy shimolda harbiy harakatning bo'lib atganligini hammaylar bilsin, lekin bu harakatning maqsadi va ko'limini bo'lsa hech kim bilmaydi. Chapabul qismlar qumliqda muqim gazarma yoki harbiy boz yer o'zlashtiruvchilar mahallaları bino qilib ochliq terib, kelar yil atyoz davomli yurish qilishga tayyorlik ko'rdi. Jungo qo'shinlari, ya'ni Manju qo'shinlari bir mezgil hayot bo'lganligi kechiringlar, ancha ig'ir to'salg'ilar uchirmaylar Tungan atamallarni chin saqlab yotgan joy Urumchi shahri sepilining tubida paydo bo'ldi. Yoqubbayning bir necha o'psi dal mushu chog'da shaharda edi. Tungan atamallardan bir qanchalarnimi mush shaharda edi. Shahar mudofaasi ancha uzoqqa bardoshlik bera olmadi. Bir qancha kundan keyin Urumchi Manjularga taslim bo'ldi. Shahar aholisining ko'pchiligi Manasga qochib ketdi. Mudofaa qilguvchi qism Jungo generallarining farmoni bo'yicha, Manju generallarining farmoni bo'yicha qirib tashlandi. Shahar ichida qolib qolgan aholining taqdirining qanday bo'lganligidan xabarimiz yo'q.